Hurmatli obunachilar, yil oxiriga chet davlatdan ishlab kelganlar ko'p keladi. Moshin, Xitoy moshinlarini olyotadi. Sizga bitta ajoyib taklifimiz bor. Shaxsiy biznesingizni boshlashingizga zo'r obyektimiz chiqyapti. Umida chorrahasi, Samsung magazin, 3 ta taraflama kirayotgan ko'cha, Gavjun, ana shu obyektimiz sotuvda. 3 etajlikka ham ko'taradi. Tepasini shunday turar joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Oldi tarafda 3 ta do'kon, orqa tarafdan zaxvat joylari ham bor. Katta mashina ham kiraveradi bemalol. Kirishimizda mana katta do'konni endi o'ziga moslashtirib, nima biznesingizga bog'lab bo'lib o'zgartirib ketaverasiz proyektini. Bu tarafda ikkita do'konimiz ham отдельно qilib qo'yilgan. Xohlasangiz sartarosh nimalar ijaraga berib yuborsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqayotgan litsenziyalar ham joy qoldirib ketilgan. Endi ichkariga ishlab chiqarish qilaman deganlar ham naves qilib qo'yilgan. Orqasida mana darvozasi bor. Bemalol katta mashina kiraveradi. Bu tarafga ofislarimiz, или bo'lmasa ishchilar sharoit qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Domlar yaqin-ku. Любой biznesga mana bu tarafga ham pomishcheriyamiz bor. Endi u tarafga litsenziyamiz bo'lmagan, bu yoqda nima litsenziyadan chiqamiz endi. Bu tarafda ham akva bilan yopib qo'ysangiz, katta zalda ham qoladi, ishlab chiqarishlarni ham qilaversangiz bo'ladi. Buni asosiy litsenziyadan kirayotgan joyda talab etilgan. Bemalol 3 xonani sig'dirsa bo'lar ekan, katta-katta xonalar bo'lar ekan. Yashab turib o'zingizni biznesingizni qilaverasiz. Bu videoni chet mamlakatda ishlab kelib, o'zini kichkina biznesini qilaman, ro'zg'orim yoniga bo'lib turaman deganlar shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Narxiga kelayotgan bo'lsa 29900 sunnat o'tilgan joyi bor. Real narxga qilib berib, pastdagi nomlarga bemalol aloqa qilaverasizlar.